Assalomu alaykum, bizning doimiy ravishda kuzatib kelayotgan obunachilarimiz. Bir necha kundan beri video qo'yayotgandim. Ma'lum bir sabablarga ko'ra, Xudo xolasa endi bundan buyog'iga tez orada videolarni qo'yib turishga harakat qilamiz. Sababi bo'lsa, do'konimiz ozgina kichkinalik qilganligini hisobiga mahsulotlarimiz ko'p keltganda, ko'p yangiliklarimiz keltganda, shunga tovarimizni sig'dira olmayotganda, shunga kichkinagina stelash qildirganmiz. Avalon firmasini 5-6 xil urug'larimiz kelgan, Genetic Seeds firmasining ham ancha mahsulotlari kelgan. Shunga kichkinagina stelash qildi. Hozir ko'rsatib o'taman. Mana shu stelajni qildirdi. TV'siga o'sha Avalon firmasini, Genetic Seeds firmasini ancha mahsulotlarini qo'yamiz. Именно shu uchun qo'ydirganmiz bu stelajni. Tagiga bo'lsa, qopli makka jo'xori urug'larimizni qo'yamiz. Turkiya davlatidan kelgan makka jo'xorilarni. Mana bu yerga bo'lsa Xitoy makka jo'xori urug'larimizni qo'yamiz, pachkaliklarni. Stakan uchun ham joy qildirganmiz. 8 ga 8, 10 ga 10, 12 ga 12, 13 ga 12 hamma stakanlarimizdan bor, tuvaklarimiz ham bor. Kimga shunaqa stakanlar, tuvaklar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Inshaalloh Xudo xolasa bundan keyin kunda kunora yangi videolarni qo'yishga harakat qilamiz. Birinchilardan bo'lib mana Nasco firmasining, Sakata firmasining, Size firmasining mahsulotlarini ozginadan qo'yib qo'yganmiz. Ertendinga va xolasa yangi mahsulotlarimizni shu yerga terishni boshlaymiz. Boshqa yangiliklarimiz ham kelgan. Birma-bir qo'yib boraman xudo xolasa. Like bosinglar, podpiska bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etinglar.